Nimaga meni pulimni o'g'irladinglar? 1 so'm pulim yo'q, bekitib qo'ygan seyfda pulim. Mana bu yerlarni buzib tashlab kimdir o'g'irlik qilibdi. Shundoq bir shaharga borib kelguncha biz o'g'irlaganimiz yo'q. Sizlar o'g'irlagansizlar, bilinib turibdi-ku. Biz o'g'irlamadik. Qaranglar-da, mayli, o'g'irlagan bo'lsanglar, bo'pti. Xullas barchaga assalomu alaykum obunachilar, sizlar bilan Eli bo'lgan videoga xush kelibsizlar. Bunji yillar meni pulimni o'g'irlab lekin tan olishmayapti bolalar. O'zini eshittirikchi. Bilmadi, biz o'g'irlaganimiz ha. Da, bilmadi qo'yaver, o'zim puli ko'p ekan. Ana aytdim bolalar, bular o'g'irlagan lekin tan olishmayapti. Nimadir qilish kerak bular, nimadir qilish kerak bolalar. Nimadir qilish kerak-da, bugun bolalar men kreativdaman. Kreativsiz bo'ladi, yutsanglar bolalar kreativdan o'g'ilish mumkin emas menga. Nimadir qilish kerak, o'ylash kerak. O bitta idea keldi. Faqat uni kechqurun bo'ladi. Kechqurun siz aytaman bolalar. Let's go. Ungacha uyda o'tiramiz. Bo'pti, jitlar tarqal, tez tarqallar. Men uyimni to'g'irlayman. Tak, xo'sh, men uyimni to'g'irlayman. Tak, bunday. Tak, bu jitlar ketishdi. Xullas bolalar, men rejamni sizlarga tushuntirib beraman. Qarochim bolalar. Mana shu qurolga mana qarochim bolalar. Bu yerda sehrli sandiq qilamiz-da. Tilak bajo qilgan sandiq qilamiz bolalar. Sandiq demoqchiman. Quduq qilamiz o'sha bolalar asabimiz o'tadi. Quduq tilaklarni puldasiz tilaklarni bajargan qarochim quduq qilamiz lekin o'sha yetala bilmaydi. Asli unaqa narsa yo'q bolalar. Biz kech bo'lishini kutamiz. Let's go. Ungacha kompyuter o'ynab o'tiramiz. Let's go. Xullas bolalar, kech bo'ldi va men bu yerga kelib olib, mana bu yerda suvlarni yopib oldim. Va zeli cho'm, hamma jitlar uxladi. Nima yesang yoqmadi falan desanglar, jitlar turib ketmaslik uchun. Let's go. Biz bu yerda o'zimiz chuqur qaziymiz. Xo'p, sekin ancha chuqur qaziymiz. Tak. Qazitdik. Hozir men bolalar spektratorga o'taman. Tak. Bolalar tushunarli, yaxshi. Xo'p, bo'ldi. Hal ko'p qazoqamiz bolalar, shuning uchun 3 ta 4 ta qo'yamiz-da va bunaqasiga qazishni boshlaymiz. Ana bolalar, oxirga chiqdik anaqani. Xo'p, let's go. Endi bolalar biz bu yerga tuzoq qilamiz. Qanaqa desanglar bolalar. Xo'sh, mana bu yerga biz yaxshisi bolalar bunday qilaylik-da, metdan qaziylik, metni yopib tashlaylik. Sababi bolalar, menda bitta reja bor, o'sha rejani hozir ko'rasizlar. Mana metdan qazsak mana bu turadi bu yerda, to'g'rimi? Va biz mana bu yerda varonka qo'yamiz bolalar. Varonka bunday. Da. Ayo, adashdim bolalar, ozma adashdim. Varonkani mana bu yerga qo'yamiz, mana bu yerga. Bu varonkaga pullar tushadi bolalar. Biz bu yerga mana bunaqa pul qo'yamiz. Sandiq qilamiz. Mana shu yerda sandiq bo'lish kerak. O'zi sandiq, tuzoq degan sandiq bo'lish kerak edi. Qayerda nimaga yo'q bizda? Mana shu ekan o'zi aslida. Mana shu ekan. Xo'p, bunday. Tak qo'ydik. Bunday ana. Bo'ldi, mashina bo'ladi. Hammasi mashinaga tushadi bolalar. Let's go da. Va biz o'zimizga tak bunday tushadi. Xo'p, biz bu yerga o'zimizga joy qilib olishimiz kerak. Xo'sh, narvon bunday tepaloqqa chiqqan joy qilib olamiz o'zimizga. Let's go. Hoppa. Pol bu yoqqa qo'yamiz bolalar. Sababi mana bitta reja bor. Men bu yerni mana bunaqagina xalatni bu yerda graviyamiz loyihalayapmiz. Ertalab bo'lishini kutamiz. Endi bolalar bu yerga bir tuzoq qurib qo'ydik. Bitta yo'li qoldi faqatgina bolalar, buni oldindan qo'yish kerak. Xo'p, qaranglar bolalar, bu yerga bunday qilib oltin belgisini qilamiz bitta. Bunday. Agar siz hozir mening kanalimga obuna bo'lsangiz, men obunachilarimga yoki pulga muhtoj bo'lgan odamlar uchun har bitta obunachi uchun 50 so'mdan beraman. Ya'ni bu degani 100 ta obunachi 5000 so'm, 1000 ta obunachi 50000 so'm. Va albatta buni Telegram kanalimda buni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda konkurs qilib, pulni aynan kimga berishimizni aniqlab olamiz. Bu degani obuna bo'ling va o'zingiz boy qiling yoki meni kambag'al qiling. Aytgancha Telegram kanaliga obuna bo'lib konkursga tashib qo'yinglar. Adashdimmi yoki adashmabman. Bunday va mana bunday qilamiz bolalar. Bunday qilgan yana adashib ketyapman bolalar. Bormasa adashib ketyapman. Asablarim chidamayapti sababi tak mana bu yerga bunday qo'yarkanmizda, bunday qo'yarkanmizda, bunday qo'yib bunday keyin bundoq keyin esa tak bunday bo'ldi va biza
bunaqasi bo'lmaydi. Bettamizamiz bunday. Bo'lmayapti-yu. Xullas mana bunaqa bo'ladi-da bolalar. Yoki mana ideya keldi. Mana bilan olib tashlaylik. Chotki bo'ladi o'zi. Ana. Bo'lishini turishni yetilish olishadi. Va biz bu yerda tablitga yozib ketamiz bolalar. Tilaklar bajaruvchi quduq. Jo'tashadi. Quduq anakay. Bo'ldi bolalar. Tak, let's go. Xo'sh, va biz bolalar mana bu yerdan o'zimizga qo'shani bolalar bu yerda yolg'on pul bor-da. Va men bu pulni olaman. Olib va ertaga bo'lishini kutamiz bolalar. Let's go. Tak, mana bu yerdan sutchi olamiz. Ertaga bo'lishini kutamiz. Ketdi. Let's go. Ertalab ketdi. Nima bo'ldi? Ertalab ketdi. What the fuck is wrong? Qo'yish kerak. Tashakkurni qilamiz o'zimiz. Tak. Hoppa. Bo'lib chiqib ketdik. Sekin ko'rmadi. Sekin ko'rmadi menimcha. Xo'sh. Men tilagim bajo keldi. Ure. Ana. Men $10 tashlagan edim, $20 bo'ldi. Bu sehrli quduq aka meni yozib qo'yibdi, qaralashdi. Rostdanmi? Davay, biz ham tashlaymiz. Da, tashlaylar. Voy, bo'ldi, yomon ish o'tirdi. Let's go endi. Ayaqa sekin kirib olamiz. Let's go. Tak, meni $100 pulim bo'lishini xohlayman. Bola shu narsa bilan jitillar ishonda. Tak, sekin mana bu jitil. Qondaysan, yaxshimisan? Yaxshi. Sen ham tillaysan, bajarmaysan? Ha, bajaraman. Sekin Stalik bilan jitil-juda qarayot. Sekin. Qaramay tursa-da birpas. Bunday qilamiz-da. Oppa tushib ketamiz. Bo'ldi. Let's go. Endi pullar tushishini kutamiz. Let's go. Jitillar pul tashashadi. Let's go. Bo'ldi, kutamiz. Xo'sh. Bola yarim soatdan beri kutib turib, jitillar o'zi chiqmadi. Sekin ochib ko'ramiz bularni. Mana bo'laman, 2 stak pul meniki. Da bo'la, mana shu 2 stak meni pulim. Jitil o'zini pulini ham tashashibdi. Oho, endi biz boymiz bolalar, boymiz. Sekin metdan chiqamiz. Sekin chiqamiz. Ila to'xta. Bir ting pul bermadi-ku, yolg'onchi. Hamma jitil tashadi, jahli chiqib turibdi. Bilmadim menga bergan mana. Menimcha yolg'onchilarga bu tilayin bajarmaydi. Nimaga biz yolg'on gapiramiz? Balkim ila asl aytaylikmi? Biz seni pulingni o'g'irlagan edik. O'sha pulingni biz hozir tashlagan edik, ko'paytirib keyin senga qaytarmoqchi edik. Balkim ko'paytirib o'zing ishlatmoqchi bo'lsin. Balkim hech qanaqa sehrli quduq yo'q. Buni men uyushtirdim. Mana bu pulni bo'lishib olasizlar. Buni ham. Men o'zimning pullarimni olib oldim. Yaramas, nima yaramas? Men o'zim pullarimni oldim, o'zim bermasdim. Bo'pti, kechar. Bo'pti, xo'p. Mana shuni undirmasam bo'lmas. Qanday qilding? Bu sir. Pullarimni undirib oldim, bola. Bo'ldi, xullas. Shunday ham bugun biz jitillardan o'mardik degan desak ham bo'ladi. Menda bitta ideya bor.